mushuk 4 kunda 20 ta sichqon yesa, 3 ta mushuk 4 kunda 20 ta sichqon yesa, 8 ta mushuk 9 kunda nechta sichqon yeydi deydi. Qaytaraman. 3 ta mushuk 4 kunda 20 ta sichqon yesa, 8 ta mushuk 9 kunda nechta sichqon yeydi deydi. Tushundira oldimmi? Mushukning to'g'riligidan mushukning soni, sichqonning to'g'riligidan sichqonning soni nechta ekan bo'lsa o'sha yozilyaptimi? Kunning to'g'riligidan kun kelyapti-ya. Nima qilamiz buni? 3 ning 8 ga nisbatimi? 3 ni 8 ga bo'laman. Ko'paytirilgan 4 ni nimaga bo'laman? 9 ga. Keyin 20 ni nimaga bo'lamiz? X ga. Qaranglar. Mana bu qatorda turganlarning hammasi suratga yoziladi. 3, 4, 20. Hammasi nimaga yozildi? Suratga. Bu qatorda turganlarning hammasi nimaga yozildi? Qisqarsa qisqartiramiz. 4 bilan 8 qisqaradimi? 2 ga 4, 2 ga 1. 3 ga qisqartiramiz. 1, 3, 1 kara 1, 1, 2 kara 3, 6, teng 20 tasmi x gami? Proporsiya x ni 1 ga ko'paytirsak x, 6 ni 20 ga ko'paytirsak 120. Demak, 3 ta mushuk 4 kunda 20 ta sichqon yesa, 8 ta mushuk 9 kunda nechta sichqon yeydi? 120. Mana bunday savol kelyapti, qaranglar. Deylik 6 ta odam 4 kunda 30 ta non yesa, 6 ta odam 4 kunda 30 ta non yesa, 8 ta odam 24 kunda nechta non yeydi degan savol kelyapti. Tushundira oldingmi? 6 ta odam 4 kunda 20 ta non yesa, 8 ta odam 24 kunda nechta non yeydi? Birinchi mana bular nimaga yozib ekanmiz? Suratgami? 6 katta chiziladi mana. Hammasini nimaga yozib chiqaman? Suratga. 6 ni, 4 ni, nimani? 30 ni. Bularni nimaga yozamiz? Qisqaradigan qisqartiramiz. Katta 24 qisqartiramiz. 1, 2, qisqartiramiz. 2, 1, 1, 2, 8, 38. X ni ko'paytirib olsak, 240 ta non ekan, 8 ta odam 24 kunda. Tenjayi bormi? Oxirgisi qaranglar. Savol kelyapti mana. 5 ta mushuk 8 kunda 25 ta sichqon yesa, 5 ta mushuk 8 kunda 25 ta sichqon yesa, 16 ta mushuk 5 kunda nechta sichqon yeydi deyapti. Tushundingizmi? 5 ning nimaga nisbati? 16 ga nisbati ko'paytirilgan. 8 ning nimaga nisbati? 5 ga. 25 ning nimaga nisbati? X ga. Qisqaradimi yumshoq? 1, 2. Qisqaradimi? 1, 1 kara 1, 2 kara 1, 2. 25 taqsim x ga shoyibmi? Proporsiya x teng nechta? 50 ta. Qiyinchilik bormi? 5 ta odam 8 kunda 25 ta non yesa, 16 ta odam 5 kunda nechta non yeydi? 50 ta. Deyapmi?